Men Salani necha kundan beri kuzatib yuribman. Erim oldinga kelayotganini, birga salonga borganinglarni, DNK tekshiruvi markazigacha borganinglarni hammasini ko'rdim. Boya uyini manzilni oying berdi deb yolg'on gapirdim. Alisher akam orqasidan poylab bilib keldim. Bu yoqdan sen chiqding. Ha, to'g'ri. Ering men bilan yashab yuribdi. Men Alisher akamni seni eringligingni bilmaganimda u bilan tanishib qolganman. Uylanganini, ayoli sen ekanligingni aytmaganlar. Yaxshi. DNK markazigacha borganimizni bilibsan. Xo'sh. Nima qilibdi shunga? Iflos. Sen o'shanda bizani ering bilan umuman aloqamiz yo'q. Samarqandda bir martagina ko'rishganmiz xolos deganding. Men iflos emasman. Sen iflossan. Alisher akamni qanchalik sevsang, men ham shunchalik sevaman.